Assalomu alaykum obunachilar. Obunachilar, bugungi joyimiz Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Qo'rsoy mahallasidan 20 sotuvli hovli sotuvga chiqdi. Keyingini ko'rsatib bo'ladi. Ikki taraflama ko'chasi bor. Uylarni ham baland qilib qurib qo'ygan. 5 xona uyi, alohida garaji, oshxonasi, boloxonasi. Uylarning sharoiti yaxshi. Ko'rsatib bo'ladi. Bu joyimiz Yangi Toshkent hududiga 15 kilometr joyda turibdi. Havosi toza, tog'li zona bu. Srochna sotuvga chiqqan. Bu joyimizga egalari $50,000 so'rashyapti. Zudlik bilan sotilyapti. Yana kelib ozgina o'tadigan joyi bor. Kelib turib baraka qilsa bo'ladi. Kelishadigan joyi bor.